2026 Chevrolet Impala yangi avlod modeli bilan yana avtomobil bozoriga qaytmoqda va u zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar hamda yuqori darajadagi qulayliklarni o'zida mujassam etadi. Ushbu sedan modeli yanada sportiv va hashamatli ko'rinishga ega bo'lib, old qismida keng panjara, o'tkir shakldagi LED farlar va aerodinamik bamper bilan ajralib turadi. Kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. 18 yoki 19 dyumli yengil qotishmali disklar esa uning tashqi ko'rinishini yanada boyitadi. 2026 Impala kapoti ostida zamonaviy va tejamkor dvigatel variantlari taqdim etiladi. Asosiy versiyada 2,6 litrli turbo benzinli dvigatel bo'lib, taxminan 250 ot kuchi ishlab chiqaradi va 9 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, gibrid variant ham taklif qilinishi kutilmoqda. Bu esa yoqilg'i sarfini kamaytirish va ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Avtomobil old yoki soliq tortish tizimi bilan taqdim etilishi mumkin. Bu esa haydovchiga turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Salon qismi keng va juda qulay tarzda ishlab chiqilgan. Ichki makonda sifatli materiallar, yumshoq qoplamalar va zamonaviy dizayn elementlari qo'llanilgan. 12 dyumli raqamli instrument paneli va katta sensorli multimedia ekrani avtomobilni boshqarishni yanada osonlashtiradi. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari orqali smartfon bilan to'liq integratsiya mavjud. Shuningdek, simsiz quvvatlash, premium audio tizim va ko'p zonali iqlim nazorati kabi funksiyalar ham mavjud. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, 2026 Chevrolet Impala adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l chizigida ushlab turish yordamchisi va kor nuqta monitoringi bilan jihozlangan. 360 darajali kamera tizimi va old hamda orqa park sensorlari haydovchiga qulaylik yaratadi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab xavfsizlik yostiqchalari yo'lovchilar himoyasini ta'minlaydi. Bagaj hajmi keng bo'lib, oila